Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Draco. Meni maqsadim daraxt chopib do'stlar, perishon bu yerda. Qishloq topib kuchli baza qurish. Masalan, imperiya, qasr, shunaqa do'stlar. Shuning uchun biz yaxshiroq harakat qilishimiz kerak do'stlar. 5 ta daraxt yetadi. Hop, 5 ta. Do'stlar, men orolda paydo bo'lib qoldim. Qanday omadsizlik do'stlar, qanday omadsizlik deganimda, bu yerda kichkinagina yana platforma bor ekan. Hop. Shuning uchun men birinchi suvga sakrayman. Keyin bu yoqqa chiqib olaman sekin. Hoppa, o'xshamadi. Hop, do'stlar, biz shu yerda toshga kuchaya bo'lsak ham bo'ladi do'stlar. Hop, endi taxta kirka do'stlar. Oy, sal qoldi, o'lib ketardi. Do'stlar, bu versiyada kim bilmasa, misdan ham narsa yasasa bo'ladi. Yana faqatgina kirka o'shanaqa narsalar emas, undan aslaha ham yasasa bo'ladi do'stlar. Bizga shunchasi yetadi. Kerak bo'ladi. Bir tushda juda ko'p tushadi. Bu yaxshi. Mana 32 ta bo'ladi bizga do'stlar. Hop, hozir biz chiqib olishimiz kerak tepaga. Do'stlar, men ozgina ko'mir ham kovlab olishim kerak. Chunki misni eritishimiz uchun bizga ko'mir ham kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir biz ko'mir olamiz. Hammasi barbod bo'ldi. Qanday yaxshi. Do'stlar, men shunchalik omadsizmanki, chiqqan joyimga qaytib tushib ketaman do'stlar. Bu yoqda ham ko'mir bor ekan, shuni olib qolamiz. Hop, mana. To'rtta biz uchun kam. Har mayli yetib qolar. Yo'q. Men aytyapman-ku, omadsizman deb do'stlar. Hozir toshni ertaman desam, hattoki toshim ham yetmaydi do'stlar. Menga kerak bo'lsa. Hoppa, yaxshi, juda yaxshi. Yoqda miskir bor ekan. Hozir biz do'stlar
Hozir birinchi o'rinda tosh olib, suyagim bo'lganda o'rgatardim. Birinchi o'rinda tosh olib, keyin esa mislarni eritib, misdan aslaha yasaymiz va qilich, bolta, lapatka yasaymiz do'stlar. Shuning uchun biz birinchi o'rinda tosh topishimiz kerak.